Subhanalloh, qabristonlarda yurganingda bosh toshlarni o'qiysan. Ba'zida hech nima yozilmagan bo'ladi. Har bir qabrdan bir voqea chiqadi, chunki har bir jon muhim edi. Hozirgina Shayx Ibrohim aytdi. Bu yerda vafot etgan o'zbek birodar haqida gap ketyapti. U bu yerda Maribaxda to'yidan 3 kun o'tib daryoda cho'kib ketgan ekan. U 20 yoshlarda edi. To'yidan 3 kun o'tib daryoga cho'kkan. Subhanalloh. Biz hozir uning qabri oldidamiz. Kim o'ylardi deysan, qayerlardan kelib, endi shu yerda turib, uning hayoti haqida eslab, duo qilib turganimizni. Ey birodarlarim va opa-singillarim, o'rtingizda shunday meros qoldiringki, odamlar sizni eslasin. Agar odamlar uchun eslashga arzimasa ham, ishoning Qodir zot hech qachon unutmaydi.